Xo'p, bizda keyingi savolimizda muammoli masalalardan biri mana may oyida Muhammad Rasulda $100 puli bor edi. Demak, u bir kompaniyada yangi ish boshladi. Bu kompaniya shunday shartlarni qo'ydi. Yangi ish boshlaganlar uchun birinchi ish soati uchun 1 sent beriladi. Demak, har bir keyingi ish soati oldingisidan ko'ra 4 sent ko'proq qilib hisoblanadi deyapti. Tushlik vaqti uchun haq to'lanmaydi. Har kuni 1 soat tushlik kompaniya hisobidan soat 12 dan 13:00 gacha demak bo'larkan. 1 soat demak tushlik bo'larkan. Demak, quyoshli kunlarda ish vaqti 8 dan 18:00 gacha, bulutli kunlarda 8 dan 17:00 gacha, yomg'irli kunlarda esa demak 8 dan 14:00 gacha bo'larkan. Endi bu oyning dastlabki 5 kuni ketma-ket yomg'irli, demak, keyingi 10 kun har bir kun bulutli, qolgan barcha kunlar quyoshli bo'lgani ma'lum bo'ldi. Muhammad Rasul har kuni ishlagan hamda turli yumushlar uchun o'rta hisobda har kuni $2 xarajat qildi. U bundan boshqa xarajat ham, tushum ham qilmaydi. Muhammad Rasul yangi oyga qancha pul bilan o'tadi deyilyapti. Demak, bilamizki, demak may oyimiz 31 kundan iborat hisoblanadi. U har kun xarajat qilar ekan, demak $2 dan xarajat qilar ekan. Uni demak bir oyda $62 demak chiqimi bor ekan. Ya'ni $62 sarflar ekan bir oyda. Dastlab unda $100 puli bo'lgan bo'lsa, ishga kirishdan oldin 62sini demak xarajatlar uchun ishlatdi deydigan bo'lsak, demak bu yerda unda demak qolyapti 38 demak dollar demak qolyapti. Endi ish haqqini hisoblaymiz. Ish haqqi quyidagicha o'zgaradi. Quyoshli kunlar demak 8 dan 18:00 gacha 10 soat tashkil qiladi-da. 18:00 dan 8:00 ayirsak 10 soat bo'ladi, lekin 1 soat tushlik hisoblanadi. Ya'ni obed qiladi-da, soat 9 bo'ladi. 9 soatda, 9 soatda demak ishlagan bo'ladi. 8 dan boshlab 17:00 gacha demak ayiradigan bo'lsak 11 soat demak 9 soat demak ishlash mumkin bulutli kunlarda. 17:00 dan 8 gacha 9 soat bo'ladi. Ya'ni 1 soat unda tushlik qiladi. Va bu yer demak 8 soat demak ishlashi mumkin hisoblanyapti. Yomg'irli kunlarda 14:00 dan 8 ayirsak 6 soat demak ishda bo'lgan, lekin 1 soat u demak tushlik qilgan. Shunda 5 soat jami demak ishlagan bo'ladi. Endi bizda 5 kun yomg'ir yog'ganda, shuning uchun 5 kun 5 soatdan ishlaganligi ma'lum bo'ldi. Bu oyda jami 25 soat ishladi yomg'irli kunlar uchun. Xo'p, bulutli kunlarda 8 soatdan ishlayapti-da, bulutli kunlarimizda 10 kunni tashkil qilyapti. Shuning uchun 10 ni ko'paytirib olamiz, demak 5 ga. Xo'p, 8 ga ko'paytirib olamiz bulutli kunlarda. Shunda bizda 80 soat bulutli kunlar uchun ishlagan bo'lyapti va demak bizda 9 soatdan ishlayapti quyoshli kunlarda va qolgan kunlar har kun demak quyoshli bo'lgan. Bizda endi demak 10 kun va 5 kunni hisobga olsak, demak 15 kun yomg'irli va bulutli bo'lgan bo'lsa, 31 dan ayiramiz 15 ni, demak 16 kun quyoshli bo'lgan hisoblanadi va bu 16 kunimizda o'quvchilar demak 16 ni ko'paytiramiz. Har bir kunimizda 9 demak dollardan 9 soatdan ishlayapti. 9 soatdan ishlaydigan bo'lsa ko'paytirib olamiz. 54 5 tilda 144 soat hisoblanyapti. Hammasi bo'lib endi 25 soat demak yomg'irli, xo'p 80 soat bulutli va 144 soat demak quyoshli kunlarda ishlayapti. Ular qo'shib olamiz. 25 ga misol 144 ni qo'shsak 169 bo'ladi. 169 soat bo'ladi va unga qo'shamiz yana 80 soatni. Va 80 soatni qo'shganimizdan keyin bizda hosil bo'lyapti. Demak 9 xo'p 14 bir tilda 249 soat demak ishlagan bo'lyapti. Xo'p, demak birinchi soatida demak ish haqqi uchun 1 sent pul to'landi. Ikkinchi soat undan 4 sent ko'proq edi. Demak to'lanadigan pul 5 sent to'lanadi. Keyin demak yana 4 sent ko'proq to'langani uchun 9 sent, keyin 13 sent va hokazo davom etaveradi va bizda 249-soatga demak qancha pul to'lanadi deydigan bo'lsak, birinchi demak dastlabkisi 1 sentga 248 marta demak 4 sentni qo'shgan bo'lamiz. Va buni hisoblaydigan bo'lsak, demak necha bo'ladi? Xo'p, 32 ni ikkisi va mana bu 1 bilan 33 ni 3i, demak 3 tilda
16, 3 qo'ysak 19 bo'ladi bir dilda. 8 bir dildan 9. Demak, demak oyning oxirgi ishlagan soati uchun 993 sent demak pul olar ekan. Bu yerda demak bu yig'indini, endi hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, bu yig'inni hisoblash formulasi bizga ma'lum. Bu yerda demak jami demak yig'indimizda necha son qatnashganligi ham ma'lum. Chunki 900 da 249 soat demak ishlaganligi ma'lum bo'lganligi uchun biz bu yig'inni hisoblamoqchimizda boshi bilan oxirini qo'shamiz. Ya'ni 994 bo'ladi. Uni necha son borligiga ko'paytiramiz. Ya'ni bu yerda 249 ta son bor bu yerda. Shuning uchun 249 ga ko'paytirib natijani teng 2 ga demak bo'lamiz. Shunda chiqqan natija uning demak ish haqqi uchun demak ish haqqisi bo'ladi va bu yerda biz 62 dollarni ham unga qo'shib qo'yamiz. Chunki dastlab bu oydan oldin yangi oyga demak o'tganda 100 dollar puli bo'lgan, demak 62 ni emas 38 ni qo'shamiz. 62 chiqqan qolgandan keyin unda 38 dollar puli qolgan o'zi. Shuni qo'shib qo'ysak, demak bizda to'g'ri javob chiqadi. Xo'p, hisoblaymiz. 2 ga bo'lsak 4, 19 da demak 2 ga bo'lsak 9, 14 da 2 ga bo'lsak 7 kara 249 hisoblanyapti. Endi biz buni ko'paytirib oladigan bo'lsak, xo'p, bizda necha javob chiqadi? Xo'p, buni ko'paytiradigan bo'lsak, xo'p, bizda ustun shaklda ko'paytirsak ham bo'ladi. Xo'p, 497 ni ko'paytirib olamiz 249 ga, demak 123 ming demak 753 bo'lyapti. 123 ming demak 753 degan demak sent chiqyapti. 753 sent chiqyapti o'quvchilar. Bu sentni demak 100 ga bo'lsak dollarga o'tadi. Demak 100 ga bo'lganimizda mana bu joydan demak qismdan ajratib dollarda hisoblanadi. Bu endi bu yerda 38 demak dollarni qo'shamiz bunga. Demak 38 dollarni qo'shadigan bo'lsak, bizda hosil bo'ladi. 100 demak 1200 xo'p 75 dollar va 53 sent paydo bo'ladi o'quvchilar. 53 sent mana. Bu yerda demak to'g'ri javob yangi oyga, ya'ni maydan keyin iyun oyiga shu demak pul bilan o'tar ekan. To'g'ri javob A bo'lar ekan.